Yer bir kunda odatdagidan biroz tezroq aylangan va kuningiz 24 soatdan qisqaroq bo'lgan. 2022-yil 29-iyun kuni Yer o'z o'q atrofida aylanib bo'lishi uchun taxminan 1,59 millisekund kam vaqt sarflagan. Bu rekord atom soatlar davrida qayd etilgan eng qisqa kun sifatida tarixga kirdi. Bu raqam ko'zga bilinmaydi, lekin geofiziklar uchun juda katta jumboq bo'lib turibdi. Biz bir kun 24 soat deymiz, lekin bu faqat o'rtacha matematik raqam xolos. Atom soatlar paydo bo'lgandan beri olimlar har bir kun uzunligini mikrosekund darajasigacha o'lchab kelishmoqda. Shunda ma'lum bo'ldiki, har bir kun bir-biridan biroz farq qiladi. Ba'zan yer sekinroq aylanadi va kunlar cho'ziladi. Ba'zan esa aksincha, biroz tezlashadi. 2020-yillardan boshlab esa kunlarning biroz qisqarishi tendensiyasi kuchaydi va bu mutaxassislarni hushyor torttirdi. 2022-yil 29-iyun kuni Yer bir marta aylanib chiqish uchun odatdagi 86400 soniyadan 1,59 millisekund kam vaqt ishlatdi. Bu geofizik o'lchovlar tarixida eng qisqa kun sifatida qayd etildi. Qiziq tomoni shundaki, oxirgi 10 yilliklarda Yer odatda sekinlashib borayotgan, ya'ni kunlar cho'zilayotgan edi. Endi esa aksincha, tezlashish holatlari ko'paya boshladi. Bu keskin burilish nima sababdan sodir bo'layotgani hanuz bir xil izohga ega emas. Aslida nazariy jihatdan Yerning aylanishi asta-sekin sekinlashib borishi kerak. Oy va quyosh tortish kuchi okeanlarda to'lqinlar hosil qilib, tidal tormoz yaratadi. Bu jarayon milliardlab yillarda kunlarni asta-sekin cho'zib boradi va Oy Yerdan uzoqlashib boradi. Shuning uchun olimlar uzoq muddatli trend kunlar sekin cho'zilishidan iborat bo'lishini kutgan. Ammo so'nggi yillardagi qisqarish hodisasi bu umumiy rasmga qo'shimcha jumboq qo'shdi. Dunyo bo'yicha yuzlab atom soatlar ishlaydi va ular birga xalqaro vaqtni aniqlab beradi. Yer sekinlashib qolgan yillarda astronomik vaqt bilan atom vaqti orasidagi tafovutni tuzatish uchun sakrash sekundlari qo'shilgan. 1970-2010-yillar oralig'idagi bir necha marta shu tarzda qo'shimcha sekund qo'shishga to'g'ri kelgan. Bu aslida Yerning biroz sekinroq aylanayotganidan darak beradi. Ammo Yer tezlashsa, aksincha, kelajakda vaqt tizimidan 1 sekundni olib tashlash masalasi ham kun tartibiga kelishi mumkin. Yer ichida ulkan temir nikeldan iborat ichki yadro va suyuq metal bilan to'lgan tashqi yadro mavjud. Ba'zi geofizik izlanishlarga ko'ra, ichki yadroning aylanish tezligi va yo'nalishi ustki qatlamlarga nisbatan biroz farq qilishi mumkin. Agar ichki yadro sekinlashsa yoki tezlasha boshlasa, bu sayyoraning umumiy aylanish tezligiga ham ta'sir qiladi. Yadrodagi harorat, bosim va kristal tuzilmaning o'zgarishi bu jarayonni yanada murakkab qiladi. Bu hodisaning aniq mexanizmi hali to'liq tushuntirilmagan bo'lsa-da, ichki yadro Yer kunining uzunligida muhim rol o'ynashi taxmin qilinadi. Yana bir muhim omil Yer yuzasida massaning qanday taqsimlangani. Qutb muzliklari erib, suv okeanlarga oqib tushganda massaning katta qismi ekvator tomon siljiydi. Bu esa aylanayotgan aylana diskining chetiga qo'shimcha yuk qo'ygandek bo'lib, aylanish tezligiga biroz ta'sir qiladi. Ba'zi modellashtirish ishlari shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishi tufayli muzliklarning erishi Yerning aylanish rejimiga sekin bo'lsa ham ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq bu ta'sir odatda sekinlashish tomonga ishlaydi. Oxirgi yillardagi tezlashish esa alohida jumboq bo'lib turibdi. Yerning aylanish o'qi mutlaqo tik turmaydi. U biroz tebranib turadi. Bu hodisa Chandler silkishi deb ataladi. Taxminan 14 oylik davr bilan o'qning yo'nalishi millimetrlar va metrlar darajasida joyini o'zgartiradi. Bu tebranishning sabablari orasida okean va atmosfera oqimlari, yer ichki tuzilmasining notekisligi va tortish kuchidagi ozgina farqlar tilga olinadi. Ilmiy ishlar shuni ko'rsatadiki, Chandler silkishi Yer kunining uzunligiga ham juda kichik, lekin o'lchanadigan ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni biz sezmaydigan darajadagi mayda tebranishlar ham vaqtning aniq hisobiga kirib keladi. Yer atmosferasi va okeanlari doimo harakatda.
Shamollar esadi, bo'ronlar aylanadi, okean oqimlari oqadi. Bu yirik havo va suv massalarining harakati Yerning bitta ulkan giroskop sifatida ishlashiga ta'sir qiladi. Agar atmosfera muvozanati o'zgarsa, masalan, kuchli El Nino yoki boshqa global hodisalar bo'lsa, bu ham kundalik aylanish tezligida mayda o'zgarishlar keltirib chiqarishi mumkin. Xuddi shunday, okean oqimlarining kuchayishi yoki yo'nalish o'zgarishi ham Yerning bitta kunini mikrosekundlar darajasida o'zgartirishi mumkin. Geofizik modellar bu Yer nafas olishini hisobga olib, uzun davrli trendlarni tushuntirishga harakat qilmoqda. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, 1960-yillardan 2000-yillargacha Yerning aylanishi umumiy hisobda sekinlashish tomonga bo'lgan. Biroq 2020-yillarga kelib bu trendda g'alati burilish yuz berdi. Kunlar odatdagidan biroz qisqarib, bir necha bor rekord darajadagi tez kunlar qayd etildi. 2020-yil iyulida, 2022-yil 29-iyunida va boshqa sanalarda 1 millisekunddan ortiq qisqarishlar kuzatildi. Bu ketma-ket o'zgarishlarga hozircha yagona, hamma tomonidan qabul qilingan tushuntirish yo'q. Yaqinda o'tkazilgan seysmologik tadqiqotlar Yer ichki yadrosining tezligi va hatto shakli o'zgarayotganini ko'rsatmoqda. Seysmik to'lqinlar qanday o'tishini tahlil qilgan olimlar ayrim yillarda ichki yadro tashqi qatlamlarga nisbatan biroz sekinlashganini taxmin qilmoqda. Bu sekinlashish tashqi qatlamlarning, ya'ni mantiyaning biroz tezroq aylanishiga olib kelishi mumkin. Natijada butun sayyora aylanish tezligida ham sezilarli bo'lmagan, ammo o'lchanadigan o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ichki yadrodagi bu g'alati holatlar haqidagi munozaralar hanuz davom etmoqda. Iqlim o'zgarishi nafaqat harorat va muzliklarga, balki Yerning mexanik xususiyatlariga ham ta'sir qiladi. Muzliklar erishi, dengiz sathi ko'tarilishi, quruqlik va suv massalarining qayta taqsimlanishi aylanish o'qiga va tezligiga ta'sir etuvchi nozik omillardir. Ba'zi ilmiy ishlar global isish Yerning aylanishini sekinlashtirayotganini ko'rsatadi. Chunki muzliklardan bo'shagan qobiq tebranishga va massaning o'zgarishiga olib keladi. Yadrodan kelayotgan tezlashish ta'siri bilan iqlimdan kelayotgan sekinlashish ta'siri o'zaro kurashayotgandek ko'rinadi. Shu sababli hozirgi tezlashish va qisqarayotgan kunlar fonida iqlim omilini alohida o'rganish talab qilinadi. Yer qutublari ham joyida qotib turmaydi. Ular yillar davomida sekin-astalik bilan siljib boradi. Bu jarayonlar orasida Markaviy silkishi deb ataladigan uzoq davrli tebranish ham bor. Okean, atmosfera va muzliklar massasi o'zgargani sayin qutb nuqtasining joylashuvi ham biroz almashadi. Yangi tadqiqotlar inson omili, xususan iqlim o'zgarishi bu siljishlarni kuchaytirayotganini ko'rsatmoqda. Qutbning siljishi esa Yerning aylanishi va kun uzunligiga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu esa yana bir jumboq qatlamini qo'shadi. Siz va men uchun 1 millisekund umuman sezilmaydi, lekin zamonaviy texnologiyalar uchun bu katta farq. GPS yo'ldoshlar, bank tizimlari, internet trafiklari, hatto elektr tarmoqlarini sinxronlashtirishda vaqtning aniqligi juda muhim. Agar Yerning aylanishidagi o'zgarishlar hisobga olinmasa, atom soatlar bilan astronomik vaqt orasida sekin-asta nomutanosiblik paydo bo'ladi. Bu esa navigatsiya, kommunikatsiya va boshqa tizimlarda xatolarga olib kelishi mumkin. Shu bois geofiziklar va vaqtni boshqaruvchi tashkilotlar Yer aylanishidagi har bir millisekundlik tebranishni kuzatib boradi. Hozirgacha insoniyat faqat qo'shimcha sekund, sakrash sekundlari qo'shib kelgan. Ammo agar Yer tezlashishi davom etsa, ilk bor tarixda salbiy sakrash sekund masalasi kun tartibiga kelishi mumkin. Bu degani rasmiy vaqt tizimidan 1 sekundni olib tashlash kerak bo'ladi. Bunday qaror butun dunyo bo'yicha standart vaqt, dasturiy ta'minot va texnik tizimlarga jiddiy o'zgarish kiritadi. Hozircha bu faqat nazariy ehtimol, lekin geofiziklar bu ssenariyni ham hisob-kitob qilmoqda. Faraz qilaylik, Yer tezlashishda davom etsa.
Bir necha millisekundlik qisqarishlar 10 yilliklar va asrlar davomida jamlansa, nazariy jihatdan kun uzunligida sezilarli o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin. Albatta, hozirgi kuzatuvlar bunday keskin ssenariyni tasdiqlamaydi, ammo olimlar ekstremal misollarni ham ko'zdan kechiradi. Tezroq aylanuvchi yer ekvator atrofida biroz kattaroq bo'rtish hosil qiladi va massaning qayta taqsimlanishi mumkin. Bu esa okean sathi va iqlim tizimiga ham o'z ta'sirini o'tkazishi ehtimolini tug'diradi. Bizning tanamiz 24 soatlik sikl, sirkadial ritmga moslashgan. U uyqu, uyg'oqlik, gormonlar, ishtaha va boshqa ko'plab jarayonlarni boshqaradi. Agar kelajakda kun uzunligi asta-sekin o'zgaradigan bo'lsa, inson organizmi ham moslashishga majbur bo'ladi. Kosmik parvozlar, uzoq qutb tunlari yoki yoritishning sun'iy o'zgarishi allaqachon bu ritmga ta'sir ko'rsatayotganini bilamiz. Yerning aylanishidagi o'zgarishlar juda kichik bo'lsa-da, uzoq muddatda biologik va ijtimoiy ritmlar uchun qiziqarli savollarni tug'diradi. O'tgan asrlarda ham astronomlar yulduzlarni kuzatib, vaqtdagi g'alati chetlanishlarni payqashgan. Ular mexanik soatlar va osmon harakati orasida ayrim nomuvofiqliklarni qayd etgan, ammo u paytda buning sababi aniq emas edi. Bugun esa biz bilamizki, yerning aylanish tezligi tarix davomida bir xil bo'lmagan. Muz davrlari, massaning qayta taqsimlanishi, yadroning evolyutsiyasi, bularning bari yer vaqtiga o'z imzosini qoldirgan. Demak, hozirgi qisqarayotgan kunlar ham sayyora tarixidagi navbatdagi bo'lim bo'lishi mumkin xolos. Hozircha olimlar yerning tezlashishi uchun aniq bitta sababni ko'rsata olmaydi. Ichki yadro dinamikasi, iqlim o'zgarishi, atmosfera va okean oqimlari, Chandler silkishi, bularning hammasi o'z hissasini qo'shayotgandek ko'rinadi. Lekin mavjud modellar 2020-yillardagi tezlashish sur'atini to'liq izohlab bera olmayapti. Yer go'yo ichida nimadir qayta sozlanayotgandek, lekin biz bu mexanizmni faqat bilvosita o'lchovlar orqali ko'ryapmiz. Shuning uchun geofiziklar bu hodisani sayyoramizning haligacha to'liq anglanmagan sirlaridan biri deb hisoblashadi. Biz odatdagi kundalik ishlarimiz bilan bandmiz. Telefon, internet, GPS, onlayn xaridlar. Lekin shu orada yer o'zi ham kichik, sezilmas inqiloblarni boshidan kechirmoqda. Bir necha millisekundlik qisqarishlar hozircha hayotimizni bevosita o'zgartirmaydi. Biroq bu sayyoramiz ichida kechayotgan chuqur geofizik jarayonlarning signali bo'lishi mumkin. Biz kosmosga chiqqan, lekin hali o'z uyimiz, yer ichidagi barcha sirlarni tushunib bo'lmagan avlodmiz. Yer nega tezlashyapti? Ichki yadrodami, iqlim o'zgarishidami yoki hali kashf qilinmagan boshqa mexanizmdami? Bu savolga aniq javob yo'q. Lekin ilm-fan har yangi kun bilan bu jumboqqa 1 millisekundga yaqinlashib bormoqda. Biz ushbu videoda eng asosiy nazariyalar va tadqiqotlarga nazar tashladik xolos. Har bir yangi maqola, yangi o'lchov bu rasmga yangi bo'yoq qo'shadi. To'liq ilmiy manbalar, grafiklar va chuqur tahlillar Telegram kanalimizda.